Salom, sizlar bilan MBC Craft. Bugun yangi chiqqan 1.21.72 versiyani tekshirib ko'ramiz. Ko'plar buni 1.22 versiya deb o'ylayapti, lekin unaqa emas. Hozirchalik grafikasi o'sha yaxshi. Yangi blok. Yana nimalar bor ekan? Bular o'sha. Yo! Nima bu? Nima sansa? Bu mod emas. O'zi bor ekan. Men mod uladim. Bu mod ishlamabdi. Mayli. Lekin men bularni qo'shganim yo'q. Bularni ham hozir tekshirib ko'ramiz. Bunda narsalar o'sha. Yo! Bu nima? Hozir buni tekshirib ko'ramiz. Yo, tuxumlarni. Nima bu? Nima sansan? Bilishim bo'yicha bu o'sha qo'shilgan yangi mob. Hozirchalik shular. Mana bloklar. Baraka. Endi kitob ochib ko'raman. Nima? Bu narsalar qanaqa qilib yasalishi ekan? Yo. Tushunarli. Kelmas endi. Endi mana bu mobni qo'yib ko'raman. Yo, bu rostdan ham o'sha. Bu oyog'idan travma olganmi? Kim bilan ushlashding? Habib bilanmi? Kim bilan ushlashding? Men tegmadim. Namuncha zaif bu. Aniq Habib bilan jang qilgan. Sparing tushgan. Endi boyagilarni tekshirib ko'ramiz. Buni. Endi mana bu yerdagi. Yo'q, ko'zim ko'rmadi. Mana. Menga ko'proq mana bu qiziqroq tuyulyapti. Yo. Kitobda aytishi bo'yicha shunaqa ikkita qo'yiladi. Keyin bu yo. Nima bu? Yo'q, bu teleport qilarkan.
Menga yoqdi. Buni o'ldirib bo'larmikan? Bular teleport qilish. Voy bo'z. Bu nima? Voy. Bu tezlashtirar ekan. Qayerga ko'rsatib turib. Bu tushunishim bo'yicha portal ochgich. Bunisi ko'ka. Bunisi qizili. Yo. Yo. Bunisi-chi? Tushunishim bo'yicha u birinchi o'yinni birinchi o'yinchini ikkinchi o'yinchi oldiga teleport qiladi. Tushunishim bo'yicha. Aga. Bu-chi, bu nima? Tushunmadim. Bu ham mana bunga o'xshash narsa ekan. Bu-chi? Bironta o'lib ko'raychi. To'xta. Yaxshi, sal tezroq o'ldirar ekan. Mana bu-chi? Bu nima ekan? Tushunmadim. Belki çocuğa senesine kuramam. Tushundim. Bu qaysi hayvonga qaragan bo'lib turib, keyin boshqa yoqqa otilsa, o'sha hayvon shu yerda paydo bo'lar ekan. Tushunarli. Yaxshi. Narsalar ulangan ekan. Minecraft menga yoqdi. Menga ko'proq mana bu narsa yoqdi. Buni spawn bo'lgan joylardan biron zo'rroq joy topib olsanglar, o'sha yerga qo'yib turib, ikkalasiga nom berib, birinchisidan ikkinchisiga teleport qilib borishinglar mumkin agar o'lib qolsanglar. Endi qolgan tuxumlarni sinab ko'ramiz. Nima bu? Men bu grafikasini qarang. Qanaqa? Enderman. Hamid jodugar. Creeper. Yo. Bu onaqa ko'k farishtacha. Vardim. Qishloqlar. Golem. Qorbola. Gast. Bu nima ekan? Shulker.
Nima u? Bu endirmik ekan. Oqsoq. Qolganlarini tushundim. Bu. Mana hayvoncha-ku. O'ldirib. Ekan. Fantomani. Skelet kuş ekan. Yo, balki tushyaptimi? Yo, bana öğretti. Yo. Meni miyam portlab ketadi hozir. YouTube'da ko'rgandim, o'ldirsa yerga qarab qulash kerakdi. Yo'q. YouTube'dagi xato ekan. Endi qorbola bilan galimni tekshirib ko'ramiz. Qorbola o'sha. Bechara skeletga qush. Bilsanglar men bunaqa qilsa bo'ladi. Qorbolani. Mana qaychini olasizlar. Bitta mana qilasizlar. Ana. Bechara. Yerlagiz kelyapti. Mana. Yo, bunu bitta o'ldirib ketdi. Bechora. Xo'rlab tashladi bolachani. Yo. Bloklar orasida o'tib ketdimi? Yo, bu qanaqa bloklar orasida o'tib ketdi? Buni bitta joyga qamab turib qilasa bo'lmaydi. Pastga tushamiz. Tosh! Bo'ldi, tayyor. Mana qo'yasizlar, bosib turasizlar va artefakt kanalini kim bilsa kommentariya yozib qoldirsin. Artefakt kanali BDV kanaldagi Husan skinni yuzi. Aytgancha u artefakt kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Artefaktda eng yaxshi obunachilardan biriman. Endi galemni tekshirib ko'ramiz. Galem o'sha. Kelmoqda. Yo, bir zarba o'ldirib qo'ydi. Ko'rdi. Yo. Ko'z qizarib ketdi. Buni kichik. Yo, buni kattalardan qo'yaylik. Endirmen. Buni Google'ga
Mana bunday qilib yozsanglar, hozir ko'rsataman. Minecraft hozir menda sig'may qoldi, sizlar bitta sig'adi. Hozir davomini pastda yozaman. Hammasi katta bo'lish kerak. 1.21.72 bir tiyin bo'ldi. Qish. Mini craft Minecraft 1.21.72 versiya. Shu holatda Google ga yozasizlar. Mana bu 1.21.72 versiyani esa davomidan yozasizlar. Menga sig'magani uchun pastdan yozdim. Aytgancha obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Shu bilan videoni tugataman.